Hurmatli obunachilar, bugun biz katta qo'y fermaga yetib kelganmiz. Video sonrasidan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa bu yerda afg'on so'raganlarga afg'on, arashan qo'chqor so'raganlarga arashan qo'chqorlar bor ekan. Xudo xolasa bugun chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Assalomu alaykum qo'y chorvashqozlari, hurmatli obunachilar. Bizni muntazam kuzatib kelgan aziz aka-ukalar. Hurmatli obunachilar, bugun xudo xolasa biz katta qo'y fermaga yetib kelganmiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib beramiz. Xo'p, bugun video syomkalarimizni biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa bugun hafta kunimizga dushanba 13-aprel 2026-yil. Hammalaringga boshlagan kunlaring xayrli barakatli o'tsin deya o'zimiz bugun o'zimizni ukamizni mini qo'y fermalaridan boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Aka kelib oldingizmi? Rahmat. Xudo xolasa qo'ydi zo'rlardan qo'ydi soni sirop. Aha. Voобще xudo xolasa lideridan keldi avvallarda. Bugun xudo xolasa necha parta qo'y chiqarib beramiz? 3 partiya, 4 partiya qo'y chiqadi aka. Xudo xolasa qo'y voобще yiriklar. Xo'p, bugun 3 parta, 4 parta qo'y chiqarib beramiz deyapsiz. Qanaqa qo'ylar chiqarib beramiz? Afg'on arashanlardan chiqadi. Xudo xolasa bo'g'oz, ona bola afg'onlar, arashan qo'chqorlar. Hammasidan xudo xolasa. Hammasidan bor xudo xolasa. Asartli qilib chiqarib berishar ekan. Xudo xolasa oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun mana birinchi partiyamizga bu yerda ona bolalar ekan bu yerda. Ona bolalar xudo xolasa aka. Bu yerda birinchi partiyamizga ona bola haqiqiy mana afg'onlardan ekan mana. Xudo xolasa mana buni qaranglar. Buda boshini qaranglar. Bu yerda qo'ylarda haqiqiy budasi qancha katta ekan, yeriga ekan, hurmatli obunachilar. Lekin hammasini bolalari bor ekan. Bolalari bu yerda hammasini har xil bo'lsa kerak, qo'chqor sovliq. Qo'chqor sovliq katta kichik aralash aka xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bemalol ko'rasizlar, xudo xolasa qaysi biri yo'qsa, media qilib tashlaysizlar. Takroriy video qilib berasiz o'zingiz, ha? Takroriy video qilib beriladi xolos. Takroriy video o'zlari qilib beriladi. Mana qaranglar. Haqiqiy simjun variantdan ekan mana. Hammasi simjun ekan, bu mana polностью mana tulagan ekan toni. Mana yuzlariga to'p berasizlar, yuzlari ham juda chiroyli. Oyoqlari stakan, hammasi kelishgan. Bir-biridan chiroyli qo'ylar ekan, xudo xolasa mana. Xo'p, xudo xolasa bugun bu qo'ylarda endi sekin-sekin ma'lumotni beramiz. Bo'y basini nechaga beramiz bularda? Bo'y basini 90 plyusga olishaveradi. 90 plyus 90 plyusi ham bor aka. 90 plyusga olar ekansizlar, hurmatli obunachilar. Mana bolalari mana oldida o'ynab yuribdi, hurmatli obunachilar. Qo'ylar qachon yetib keldi? Qo'ylar kecha kechqurun yetib keldi. Kecha kechqurun yetib kelibdi. Hali charchoq bor ekan, значит. Xudo xolasa mana bolasi o'zi bilan, hammasi o'zi bolasi bilan ajralib turibdi. Mana bunisi qo'y bo'lib qolibdi, jonivor mana katta bo'lib. Xudo xolasa yebishda muammosi yo'q umuman. Bir hafta garantiyasi bor. Bemalol yedirib, ichirib olgansizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa. Xo'p, bugun birinchi partiyamizga ona bolalar bo'lsa, bu yerda soni nechta dedingiz bu yerda? Soni 17 bosh. 17 bosh ekan, xudo xolasa. 17 bosh, hammasini bolalari bor. Hammasini bolalari bor ekan. Mana buni qaranglar. Haqiqiy zo'radan ekan, xudo xolasa. Yosh oyligini aytdingmi bularni? Bularni yoshlari 4-6 tish varianti. 4 tish ham bor. 4 tish, 6 tish, 2 tishgacha ekan, xudo xolasa mana. Haqiqiy zo'rlardan mana. Zo'rdan boqam oldingizmi mana, hurmatli obunachilar, haqiqiy zo'rlari mana shu yerda kelib bemalol ko'rasizlar. Mana bu, mana qaranglar, o'zi tulaydigan variantdan ekan. Mana bosini qaranglar. Quloq tashlab turishini qaranglar. Xudo xolasa bu qulog'i ham bir 15 dan oshiq bo'lsa kerak mana. Bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, xudo xolasa pastdan nomerlarga ishlaringni bitirib berishadi mana. Havas qilinglar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanallar rivoji uchun, xudo xolasa bosgan layklaring orqasidan ko'proq odamlar ko'radi, xudo xolasa manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Xo'p, buni endi qolgan ma'lumotlarni telefon qilishadi. Telefon qilgan odamga o'zingiz berasiz. Buni narxiga o'tiramiz. Eng qiziq joyi buni narxida. Optimal esa $1500 ketaveradi. 1500 dan ketaveradi. Hayrisi bor. Hayrisi bor. Xudo xolasa 1500 dan narx aytilyapti. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqa ochib ko'rasizlar. Qo'ydi soni sirop. Ishlarini bitirib berishadi. Xudo xolasa telefon qilishadi, qaysi biri yo'qsa media qilib tashlashadi. Takroriy video qilib, qolgan ma'lumotini o'zingiz beraverasiz. Ma'lumot berilaveradi xolos aka. Qo'chqor sog'liq hamma ma'lumotini xudo xolasa o'zlari berib o'tishadi. Kelib ko'ramiz desa, lokatsiyalar tashlab beriladi. Kelib ko'ramiz degan odamlarga lokatsiya tashlab beriladi. Xudo xolasa kelib bemalol ko'rasizlar. Qo'ydi soni sirop.
Xo'p, xudo xolasa, aytilgan summadan xayr sunnatiga o'tib berasiz chiroyli qilib. O'tib beramiz xolos aka. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, biz kuzatishda davom etamiz. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga mana bunaqa bo'g'ozi variantlariga. Mana hammasini xudo xolasa yilimi bor. Yilim tashab qo'ygan. Yaxshi, zo'r variantlar ekan. Bizda endi oxirigacha ko'rib turasizlar, ikkinchi partiyani chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Xudo xolasa, bugun ikkinchi partiyamizga nechta dona bu yerda? Bu yerda 20 dona. 20 dona, xudo xolasa. Bitta qo'chqori ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Bitta arashan qo'chqor. Arashan qo'chqor ham. Qo'chqordan qochgan aka. Arashan qo'chqor bilan yurgan ekan. Arashan qo'chqor bilan birga kelibdi, mana. Xudo xolasa oxirigacha ko'rib turasizlar. Chiroyli qilib uni yoritib beramiz. Xo'p, xudo xolasa yeb istam muammosi yo'q. Yebishiga bir hafta garantiyasi bor bularning ham, xudo xolasa aka. Bir hafta garantiyasi bor, bemalol xudo xolasa sinab yedirib ichaver ekansizlar. Hurmatli obunachilar. Kelib ko'ramiz, sizlarning nakaslarda ishi beriladi. Ustida kelib ko'rishni maslahat beraman, xudo xolasa haqiqiy zo'rlari mana. Xo'p, bu yerda 20 bosh dedingiz, yeb istam muammosi yo'q dedingiz. Bemalol sinab olishaveradi biz obunachilar, xudo xolasa. Sinab olishadi. Yuzlari tiniq, hammasini mana yig'ilari mana chiroyli hammasini. Xudo xolasa kasal yo'q. Bemalol aloqa chiqarasiz ekrandan numurlarga. Xudo xolasa buni bo'ybastlarini nechaga beramiz bularni? Bular ham 90 aka. Bular ham 90. Bular ham 90. Undan kam emas, xudo xolasa. Hammasi yirginasilar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana shu qo'chqor ham yurgan ekan. O'zlaring ko'rdilaring. Hammasi naq bo'g'oz. Xo'p, xudo xolasa endi buni narxiga o'tiramiz. Partiyalar ko'p dedingiz, telefon qilishadi. Qancha bo'lsa ham bu yerda soni necha puldan beramiz biz obunachilarga? Obunachilarni so'rashmaydi, 1400 dan ketaveradi aka. So'rashmaydigan, bitta taqaldigan narxi. 1400 dollardan taqalgan ketaveradi xolos. Taqalgan narxdagi, hurmatli obunachilar, 1400 dan hammasi bir joyga ketsa, 20 bosh. Xudo xolasa 1400 dan ketaver ekan. Xudo xolasa arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Bu bizga qiziq. Qayerdan kuzatyapsiz? Bu ham bizga qiziq. Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bizda endi keyingi partiya hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda endi 3-partiyaga Afg'onda qo'chqorlari ekan. Afg'onda qo'chqorlardi xolos aka. Haqiqiy mana bunisi yiriga ekan. Buni yoshlari qanaqa buni? Bu qo'zi hali aka. Hali qo'zimi? Hali qo'zi. Ko'rsatib ketaylik. Mana, mashalloh, hali qo'zimobdi hali. Bo'yi buniki 95 dan ham ortiq chiqsa kerak. 95 atrofida mana hurmatli obunachilar. Metr samodik. Haqiqiy mana ozgina eti og'riqroq ekan, lekin olib tashlab qo'ysa bo'laveradi. Xo'p, bu yerda nechta bu yerda? Xudo xolasa 3 partiyamiz. Xudo xolasa 9 ta qo'chqori bor. Aha, 9 ta qo'chqori bor. Bitta qo'zi bor, bitta ona bolasi bor. Qo'chqorlar, qolgan avvallar ham qo'chqor, xudo xolasa. Aha. Xudo xolasa haqiqiy zo'rlardan ekan. Obunachilardan xudo xolasa garbonasi kuchli qo'chqorlar. Mana oq yuz variantlardan ekan. Afg'onning qo'chqorlariga mana afg'on ishbozlariga qo'chqorlarni haqiqiy zo'rdan ekan mana. Mana bunisi haqiqiy boshqacha narsa ekan, yirik ekan haqiqiy mana. Hurmatli obunachilar, mana qiziqqanlar bemalol aloqa ochib qo'ysa, ayollarga tegirma, ayollarga. Xolasa garbonuslari ham kuchli narsada, xolasa obunachilarimizga zot olamiz deysa, tavsiya beriladi. Uzunligi ham 1 metr chiqib qoladi, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu yerda 9 bosh dedingiz-a? 9 bosh qo'chqor. 9 bosh qo'chqor ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa buni ham sekin-sekin ma'lumotini beramiz. Xo'p, bo'ybastlarni hop 90 atrofida, 90-95 atrofida. Ha, shunaqa aka. Bu yerda mana bu 95 aniq chiqadi. Yana bu yerda mana bunisi yirik bo'lgan ozina. Qolari 90 atrofida hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Yebisida muammosi yo'q. Yebishiga bir hafta garantiyasi bor aka, xolasa. Bemalol yedirib ichirib olishaveradi. Yedirib ichirib olishaveradi. Bemalol yedirib ichirib, xudo xolasa pul sanab yurasizlar, hurmatli obunachilar. Kelib ko'ramiz, sizlarning lokatsiyalarga o'sha tashlab berishadi. Xo'p, aybi nuqsoni yo'q, qo'ylarda haqiqatan zo'rlari. Aybi ozgina oriqroq boqqanni tashlab qo'ygani tavsiya qilamiz, hurmatli obunachilar. Oq yuz variantlaridan, haqiqiy zo'rlardan, yigitlardan, hurmatli obunachilar. Xo'p, mana bu ozgina o'shqoroq olgan bizga qarab yuguryapti. Xo'p, xudo xolasa, qolgan ma'lumotlarni telefon qilishaveradi, o'zingiz bir qator berasiz. Buni endi bizga qiziq yeri narxida. Buni bir joyga olgan odamga necha puldan buni beramiz bularni? Uni xudo xolasa aka bir joyga olamiz deysa, 1000 dollardan ketaveradi. 1000 dan ketaveradi. 1000 dan ketaveradi xolasa. Qo'ylar o'zidan olamiz deysa, 1200 ga beramiz. O'zini olamiz deysa 1200 ga. Uni 1200 ga beramiz, o'zini olamiz deysa. O'zini olamiz degan obunachilarimizga
1200 ga ketaverar ekan. Agar hammasini bir tortarga olamiz degan aka-ukalarga bo'lsa, $1000 ketaverar ekan, xudo xolasa. Bemalol telefon qarasizlar, xudo xolasa, hali sunnatiga o'tib berishadi. Talashib tortishib olaverasizlar. Xo'p, keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyaga xolos Arashan qo'chqorlar. Arashan qo'chqorlar, ha? Arashan qo'chqorlar. Biz kuzatishda davom etamiz. Bizda endi keyingi partiya so'nggi. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga Arashan qo'chqorlar ekan. Mana haqiqiy zo'rlaridan, gigantlardan ekan. Hurmatli obunachilar, razrezlari haqiqiy vakansiya ekan. Yuzlari ham chiroyli, mana qulatga turishlariga e'tibor berasizlar. Bu yerda 2 dona qora variantdan, kashta variantdan bor ekan. Bu yerda soni nechta bu yerda? 10 dona. Bir joyga. 10 dona mana bir qora, bir pachcha qo'ylar ekan, hurmatli obunachilar. Haqiqiy e'tiboshi ham zo'r ekan. Yurish-turishlarini sizlarga buni chiroyli qilib ko'rsatib beramiz, hurmatli obunachilar. Oxirigacha ko'p turasizlar. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan ekan, mana sirg'alarimdan turibdi. Haqiqiy yosh variantlar. Yosh aylar qanaqa bo'lardi? Yoshaylar xolos Hammasi qo'zi, xudo xolasa. qo'zi bular. Hammasi qo'zi ekan, hurmatli obunachilar. Haqiqiy zo'rlardan ekan. Xo'p, xudo xolasa bo'ylar nechaga beramiz? 90 ga beramiz? 90 ga beraveramiz xolos. Mana bularga 85 plyusda menimcha. 85 90 atrofidagi hurmatli obunachilar. Xudo xolasa buni ham tez ma'lumotini beramiz. Keyingi partiyalarga o'tiramiz. Haqiqiy mana bu nimasiga qaranglar. Stoykalarga garbonasiga qaranglar. Haqiqiy zo'r variant ekan. Mana. Kelgan mana. 76, 72. Razrezda kansa mana. Hammasini bu qadar ko'rsatib o'tamiz sizlarga. E'tiboshi ham yaxshi ekan, xudo xolasa. Ular oldinroq kelgan-a sizlarga? Ha, oldinroq kelganda xolos. Sizlarga buni oldinroq kelishgan ekan, bu xudo xolasa buni ham chiroyli qilib yozuvni qilib beramiz. Xo'p, xudo xolasa yebishda muammosi yo'q bular. Bizga bularning ham bir hafta garantiyasi bor, yebish sinalgan. Yebishi sinalgan bir hafta garantiyasi bor ekan. Xo'p, urg'ochilarga qo'shgan tavsiya qilib qolamiz. Haqiqiy yosh variantlaridan zo'rlaridan mana hurmatli obunachilar. Mana bu qo'shqor ham haqiqiy juda yirgi narsa ekan, hurmatli obunachilar. Qora qo'sh qo'zlariga ham tavsiya qilamiz. Xo'p, xudo xolasa yebishda muammosi yo'q dedingiz. Bo'y bastalarini aytdik, 85-90 atrofida o'lchamadi, hurmatli obunachilar. Kelib ko'ramiz sizlarning lokatsiyalarda tashlab beriladi. Xo'p, buni endi bir joyga olishadi. Bir joyga olgan odamga buni narxini nech puldan qilib beramiz? Aka, xolos 9.500 dan ketaveradi. 9.500.000 so'mdan bir joyga olgan odamga 10 bosh bu yerda qo'yib bor ekan, xudo xolasa 9.500 dan ketaverar ekan. Shoshilib aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Xo'p, tanlab olsa o'zingiz kelishib olasizlar, xudo xolasa. Kelishamiz, xudo xolasa. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa tanlagan odamga o'zlari kelishtirib beradilar. Xudo xolasa bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Manzillarni eslatib o'tamiz. Namanganda Tepago'ron shahar turibdi. Mana haqiqiy zo'rlarda. Havas qilinglar, bizdan like bosib qo'yasizlar. Shu yergacha ko'rgan odamlar bo'lsa, ko'rgan obunachilarimiz bo'lsa, ko'rdik deb yozib qo'yasizlar. Bu bizga qiziq. Xo'p, bizda so'nggi partiya-da bu. So'nggi partiyada xolosa like bosib tursa, narxi bor, o'ta qulay bo'ldi xolos. Dastlabkilari ham uyushtirib beriladi. Dastlabkilari bor. Hurmatli obunachilar, O'zbekiston bo'ylab bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa. Haqiqiy zo'r variantlarni ko'rsatilgan bittamiz. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Shuna qo'yib boqishda havas qilinglar, bittadan like bosib qo'yasizlar.